Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, promo kuzatuvchilari, bizda ish qizg'in ketyapti. Hozir Toshkent Bekobodga 6 talik boks tayyorlash jarayonlari o'zi kecha ustanovkadan qaytishgandi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax qilib ustanovkadan qaytishgandi. Hozir ish qizg'in ketyapti. Ko'ryapsizlar, yig'ishtirishga uspet qilmayapmiz. Bu yerda o'sha ishlaylarimiz, rulonda bu o'sha 350 bargacha ko'taradigan ishlaylarimiz bo'ladi. Bu yerda o'sha pistolet dejatlarimiz tayyorlash jarayoni, bu yerda konsullarimiz tayyorlash jarayoni, osmosli qilib yig'ilyapti apparatlarimiz, polisi o'sha standart qilib yig'ilyapti. O'sha fotostoplarimiz original italyanskiy bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol chiqishingiz mumkin. Toshkent viloyati Bekobod tumaniga 6 talik postimizga apparaturamiz yuklash jarayonlari, xudo xolasa akamiz ochib turgan joylar barakali bo'lsin. Akamizga joylarni patko'lich qilib topshiryapmiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. To'liq ish faoliyatini videolarni qo'yib boramiz.